Diqqat! Shoshilinch tezkor xabar. Kichkina tabib filmida Doniyor roli bilan juda ham mashhurlikka erishgan taniqli aktyor Dilshodbek Kattabekov afsuski og'ir ahvolda. Xalq duoda bo'ling. Assalomu alaykum hurmatli tomoshabin. Tezkor yangiliklardan birinchilardan bo'lib xabardor bo'lishni istasangiz, videomiz ostida bir dona like va podpisatsiya tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Bo'yi past bo'lib mazax qilishgan. Kichkina tabib bilan tanilgan, o'zidan 14 yosh kichik qizga uylangan Dilshodbek Kattabekov 36 yoshda bugun tongda. Kichkina tabib filmidagi Doniyor roli bilan tanilgan, bolaligidan qo'shiqchi bo'lishni istagan aktyor Dilshodbek Kattabekov 27 fevral kuni 36 yoshni qarshiladi. Shu munosabat bilan uning hayoti va kinodagi faoliyatiga nazar solamiz. Kichkina tabibning muvaffaqiyati. Bolaligidan qo'shiqchi bo'lishni niyat qilgan Dilshodbek Kattabekov kutilmaganda aktyorlik sohasiga qadam qo'ygan. 5 yoshdan boshlab davlat tadbirlarida ishtirok etish uchun Sirdaryodan Toshkentga kelgan Dilshodning yaqinlariga Kichkina tabib filmining kastingida ishtirok etishni taklif qilishadi. Doniyor roliga talabgorlik nihoyatda ko'p bo'lgan. 100 dan ortiq ishtirokchilar orasidan tanlab olingan Dilshodbek Kattabekov kino olamiga dadil qadamlar bilan kirib keladi. Buvim 1998-yilda O'zbek filmga olib borgan. 100 ta bola qatnashgan, kasting bo'lgan, oxirida shu rol menga nasib qilgan. Qarasam, hammasi o'zim 1 yil oldin televizorda ko'rgan aktyorlarim bo'lgan. Murod Rajabovni Temir xotinda, Rajab Adashevni Abdullajonda, Karim Mirxodiyevni Charxpalakda ko'rganman. Bundan tashqari Fotima Rajametova, Zikr Muhammadjonov, Munavvara Abdullayeva bor edi. Aktyorlar ansambli yig'ilgan. Bu ham bir baxt edi. Bu ham bir o'zimning erkin his qilishimga turtki bo'lgan. Ular menga rolni ijro etishimga yordam bergan. O'sha paytda kinolar lentada olingan. Xato qilishga haqqimiz yo'q edi. Hozirgidek emasdi. Bir kun oldin yaxshilab matnni yodlab, ertasi kuni suratga olish jarayonlariga borib, holatga kirib o'ynalgan. Kichkina tabibning ham bir yutug'i aktyorlar ansamblining jam bo'lgandandir. Jamoa zo'r yig'ilgan edi. Shundan keyin menga Kichkina tabibda chiqqan bola deb ta'rif berishadigan bo'ldi. Kimdir ismimni bilmasa ham Doniyor deb chaqirar edi, deydi Dilshodbek Kattabekov. Film syomkasidagi qiziqarli holatlar. Kichkina tabib filmida juda qiziqarli voqealar bo'lgan. Birinchi voqea: Murod aka Rajabov meni ko'tarib olib mashinasiga otib yuboradigan joylari bor. Rolga shu darajada berilib ketganlarki, ozg'in yengil bo'lganim uchun otib yuborganlar. Bu eshikdan kirib, narigi eshikka borib urilganman. Keyin suratga olish jarayoni tugagandan keyin qattiq otmadimmi deb so'raganlar. Yana bir qiziqarli voqealardan biri, tepalikka chiqib, Allohga iltijo qilayotgan vaqtida itning zanjirini qo'limga 2-3 marta bog'lab olganman. Bu it ham o'rgatilmagan edi. Qishloqdagi bir xonadonning iti bo'lgan. Unga bir hafta davomida go'sht berib o'zimizga o'rgatib olganmiz. Shu it bilan tepalikka chiqib ketgan vaqtimda suratga olish ishlari boshlangan. Keyin esa zanjirni yechmasimdan it pastga qarab yugurib ketgan. Oxiri oyog'im qoqilib, tikanlarga burkanib pastga tushib borganman. O'sha payt sovuq edi. Keyin rejissyorlar yugurib kelib, avtobusga olib kirib, hamma yerimga spirt surtishgan, deydi Dilshodbek Kattabekov. Farruh Zokirov bilan tasodifiy tanishuv. Dilshodbek Kattabekov yutuqlarda buvisining hissasi katta ekanligini, u ko'plab tadbirlarga olib borganini yaxshi eslaydi. Buvim 30 yildan ortiq O'zbekiston teleradio kompaniyasida boshlovchi bo'lib ishlagan. To 2016-yilgacha shu insonning xonadonida yashab, maktab tadbirlariga suratga olish jarayonlariga ham o'sha yerdan borib yurganman. Erinmay kastinglarga olib borib
borar, san'atkorlar bilan tanishtirardi. Shuning uchun 2 onam bor. Biri Sirdaryoda, biri Toshkentda. Menga tarbiya bergan deyman. Keyin Farix Zokirovning haydovchisi bilan ham tanishib qolganim omadim bo'lgan. U inson bilan qarindoshdek bo'lib ketgan edik. Shu inson Turkmaniston saroyida qo'shiq aytib turgan paytimda yoqtirib qolib, o'zlarining oilasiga qabul qilgan va dadamga o'g'lingizni o'z o'g'limdek ko'raman degan, deydi Dilshodbek Kattabekov. Meni mazax qilishardi. Aktyor bo'yi pastligi uchun mazax qilingani va u ba'zi paytlar ota-onasidan ranjiganidan afsuslanishini eslatib o'tdi. Ota-onamizga qanchalik qilsak ham kam. Otamning ismi Ravshan, onamning ismi Dilorom. Dadam 1961-yilda, onam 1964-yilda tug'ilgan. Bola bir marta kuyinsa, ota-ona 10 marta kuyinadi. Boshida qiyin bo'lgan, chunki ota-onamning har doim oldida yuradigan farzandi tanlangan sohasi sabab uzoqda yurishi kerak bo'lgan. Ba'zan ota-onamga og'ir gaplarni aytib ranjitgan paytlarim ham bo'lgan. Bunga bo'yimning pastligi sabab bo'lgan, chunki ayrim insonlar qo'lini bigiz qilib shaxsiyatga tegish holatlari bo'lgan. Kamchiligimni, tashqi ko'rinishimni aytib kulganlar ham bo'lgan. Ko'nglimga og'ir botgan. Uydagilarga ko'chaga chiqmayman, ustimdan kulishyapti. San'atni ham tashlayman deb yig'lab aytganman. Ota-onam boshimni silab, ular kulsa kulaversin. Sen xursand bo'l, Alloh seni shunaqa kichkina qilib, aziz qilib qo'yibdi der edi. Hozirgi kunda bundan afsuslanmayman. Sog'lomman, oq-qorani ajratib bilaman. Tengdoshlarimdek bo'yim uzun bo'lganda, balki bu darajada mashhurlikka erishmagan bo'lar edim. Qaysidir ma'noda shu jussam bilan boshqa hamkasblarimning orasida ajralib turaman. Yoshimiz ulg'aygan bo'lsa ham insonlar haligi bola deb ko'rsatadi. Hamma o'ksinishlar, xafa bo'lish bolalikda qolib ketgan, deydi aktyor. Aktyor 2022-yilda umra amallarini ado etgan. Dilshodbek Kattabekov intervyulardan birida muqaddas shaharlarda bo'lgan paytida qanday hissiyotlarni boshdan kechirgani haqida so'zlab bergan edi. U yerga borish hammaga ham nasib qilmaydi, eshitganman. Makkaga 15 kunlik yo'llanmani olib, u yerga 100 metr qolganda avtobusdan tushib, oyog'i qayrilib sinib ketib, Makkani ko'ra olmay qaytib ketganlar ham bor bo'lgan. Alloh chaqiradi va bandasini sababchi qilib ko'rsatib qo'yadi. Saudiya Arabistonida yashovchi o'zbekistonlik futbolchi Jaloliddin Masharipov yaxshi taklif bildirdi va viza yo'l haqqini o'zingiz ko'taring, qolganini men qilib beraman dedi. Mehmonxona kerak emas, mening uyim bor dedi. Yil boshidan niyat qilib shu yerga oktyabr oyiga to'g'ri keldi. Bu haqida ota-onamga ketishimga bir kun qolganda aytdim. Borganda 2 kun Madinada bo'ldik. Madinaga borgan inson yana u yerga borgisi kelar ekan. Keyin esa payshanba kuni yo'lga chiqib Makkaga jo'nadik. Juma namozini Makkada o'qidik. Bu ham bir baxt. Makkaga borgan inson onadan qayta tug'ilgandek bo'lar ekan. Darvozaga kirganda ko'zim uzoqdan Ka'baga tushdi. Jaloliddin Masharipov bizga vakil sifatida bir insonni qo'shib yuborgan edi. U umra amallarini bilar ekan. U menga qarab Ka'bani ushlagingiz kelyaptimi? Shunday bo'lsa, ozgina sabr qiling, Allohning o'zi yo'l ochadi dedi. Meni vahima bosdi. Qarasam, hammaning bo'yi mendan baland, men ular orqasida past bo'yli bo'lib qoldim. 7 marta tavof qilish jarayonida turtilib Ka'baga qo'limni tekkizib duo qildim, deydi aktyor bergan intervyusida.